Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana karlik quyonlarimiz, karlik baranlarimiz Farg'onalik Ixtiyorbek ukamizga sotildi. Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunlarga boqsin ilohim. Inshaalloh 4 ta samka, bitta sames. Juda chiroyli chiqqan quyonlarimiz. Yaxshi kunlarga boqsin. Shu kallalari ham yaxshi kelgan zo'r. Barakotli qilsin ilohim. Buni bir ikkitasi so'radi, ertaga olaman, indinga olaman deb cho'zilib ketdi. Oxirgi kunlari ham cho'zilib ketgan sababli sotolmay turdik. Mana srogimiz tugadi. Aloqaga ham chiqmadi. Yozsak yozmadi ham. Endi boshqa endi avvalo shu Ixtiyorbek ukamizga nasib qilgan ekan. O'sha bolaga ketyapti Farg'onaga. Alloh barakotli qilsin. Olganga ham, sotganga ham. Mana hozir buni 4 ta urg'ochi, bitta erkak. Mana teklarini tekshirib beramiz. Yaxshi. Buni ham teglari yaxshi, tumshuqlari yaxshi. Mana buniki ham yaxshi. Bu ham yaxshi, xudo xohlasa. Ideal holatda, tumshuqlari namlanmagan, taglari toza. Alloh barakotli qilsin ilohim Ixtiyorbek ukamizga ham. Yaxshi kunlarga boqing Ixtiyorbek. Baraka toping hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Albatta bittadan like bosib, komment yozib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh bu baranimiz ham bugun erta tug'ib qoladi. Barakotli qilsin ilohim, duo qilib qo'yasizlar. 18-avgust qo'shilgan. Alloh xayrli qilsin, barchamiz fermamizga baraka bersin. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakotli qilsin.